Seni qoningda jadidlar qoni. O'zing ham ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan, seni hech kim ishonmaydi. O'g'lim Asilbek Osiyo chempionlik o'yinlarida qatnashganligidan faxrlanaman. Prezidentimizning yoshlarga sportdan bergan e'tiborligi uchun katta rahmat. Men kurashaman oxirigacha borim tikkanman bu jangda. Kimsa, qaysi makon, tomon, o'zing qayerdasan qayta xonada. Farg'ona viloyati Bo'yli tumani Beshtarak mahalla fuqarolar yig'inidagi bizning yurtdoshimiz Asilbek Aliyev ham mana shu o'yinda ishtirok etyapti. Qo'llash maqsadida mana yurtdoshlarimiz, butun mahallamiz bilan shu o'yinni biz tomosha qilyapmiz. Haqqingni ol, bu xona tor senga. Bekorchimassan, o'zmasing bor sen. Aniq maqsad va makoning bor sen. Harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Sen yolg'izmassan, orzuing bor sen. Bekorchimassan, o'zmasing bor sen. O'g'limda mana shunday yetuk inson bo'lib, O'zbekiston bayrog'ini yuqori cho'qqilariga ko'tarishiga o'z hissasini qo'shganidan faxrlanaman. Men O'zbekistonliman, qo'limda g'alaba. Bu meni qonimda har kuni intilish. Sal ko'proq bilishga ishni yaxshi bilish. Bu meni qonimda yurish. Oila bazam qilish. Kechagi kunda qolish, kurashmasdan tolish. Bu meni qonimda emas, yomonlik saqlab o'tolish, harom haq qolish juda muhim esla. Sen yolg'izmassan, orzuing bor sen, bekorchimassan.